qarindoshlar, men urug'liqlarim ya farzandlarim ustidan bugun guvohlik berish uchun bu videoni chekib turibdiman. Men Sharq Turkistonning Korli shahridan O'ltiraq rayonining Tövengi darvozasida. Ismim Bahargul Ahmad. Men Sharq Turkistondan yenib chiqqanimga 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'lib oshdi. Shuning bilan birga men 2 yilning mobaynida urug'liqlarim bilan hech qanday bir aloqa qilmadim. Ata-onam bor, urug'liqlarim bor, yana 2 dan farzandim bor. Mening farzandimning ismi Abduvali Abdug'ani. Uni bultu 2017 oyda jazolash lagerida ekan, tarbiyalash lagerida deb angladim. 2017 3-oyda bu qarindishim Abdurahim Ahmadni turmada ekan deb angladim. Uning bilan birga mening 90 kirgan onam, dadam 82 kirgan onam bor. Ondan qarindishim bor. Uning bilan bir ona jamat bir ish ko'zdan qarindosh tuqqanlarim bor. Men bulardan 2 yil mobaynida hech qanday bir xabar olmadim. Kuyovlim bor, kelinlarim bor. Bulardan xabar olmadim. Nevralarim bor. Bularning qanday qayerda ekanligini bilmayman. Shuning uchun men bu davoyimni toki xalqarogacha qilishim mumkin. Qilaman inshaalloh. Shuning bilan birga qarindoshlar, men sizlarni shu guvohlik berib, Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizga ega chiqishga, sahib chiqishga da'vat qilaman qarindoshlar. Hammani biz o'lib ketamiz. Bu aqimda to'lg'ini bir qabristonlikka qarindoshlar. Biz o'lib ketishdan burun insoniy, imoniy burchimiz bo'lgan bu guvohlik berishdan cho'qim yaltaymasligimiz kerak. Ba'zan bir qarindoshlar guvohlik bersa avulki mavul deb har xil gaplarni, o'sak so'zlarni taqib, shu guvohchilikka chiqishga to'sqinlik qilayotgan odamlar bor. Biz sukut turaylik, tumayli. Xitoy baribir bizning Uyg'ur bo'lganligimiz uchun bir jinoyat hisoblanadi qarindoshlar. Biz nima ish sukut turamiz? Musha sukut turganning bizga qilch foydasi yo'q. Biz qo'rqmas yuragimiz bilan bir Allohdan qo'rqsak bo'ladi qarindoshlar. Xitoy hech bir zamonda bizning ishkimirimizga farishta tug'izib bo'lanmadi. Ham tug'izolmaydi. Allah hammani ko'rib turdi, bilib turdi. Xitoy bilolmaydi qarindoshlar. Shuning uchun men bu yerda aytganim, sizga tavsiya qilganim, sizni chaqiriq qilganim qarindoshlar, qo'rqmay dadillik bilan ko'krigingizni kerib chiqib, Xitoyning oldiga o'tib, tuqqanlaringizni istak so'rg'ini qilib, guvohlik berishingizni chin qalbimdan umid qilaman. Shuning bilan birga